Qochish kerak bo'lgan xatarlar. Qo'rqamanki, kishi vaqtida unumli foydalangan holda go'zal yakunga erishishi uchun qo'llaniladigan bunday keskin va didaktik tusga ega bo'lgan maslahatlarni kitob davomida boblar bo'ylab berayotganda hayotga bo'lgan sof muhabbat va intilish g'oyalari ostida payt poylab yotgan ehtimoliy xatarlarni eslatib o'tmaslikning iloji yo'q. Ulardan eng birinchisi juda ham jirkanch va o'zidan boshqasiga yon bosmaydigan xudbin kishiga aylanib qolishdir. Bu yerda xudbin deb o'zini hammadan ko'ra dono deb biladigan bir surbet oshnamizni nazarda tutyapmiz. U o'ta rasmiy tanaga chiqayotib, libosining eng muhim qismlaridan biri bo'lgan yumor hissini unutib qoldirganini sezmay qolgan bir tentak. Bir nimani ixtiro qilgan va o'sha ishidan shu qadar ta'sirlanganki, butun olam bundan u kabi ta'sirlanmagani tufayli juda qattiq g'azablanadigan darajada zerikarli bir shaxs. Umuman olganda, o'zingiz sezmagan holda bunday insonga aylanib qolish hech gap emas va bu juda ham xatarli. Shu sababli ham kishi vaqtida unumli foydalanishdek ishda tashabbus ko'rsatishni boshlayotganda bu boshqalarning emas, faqatgina uning vaqti ekanligini va bu vaqtni qanday sarflash haqida uning o'zigina o'ylashi kerak bo'lgan resurs ekanligini yodda tutishi kerak. Axir u soatlarining balansini boshqarishni boshlashdan oldin ham yer o'z kurrasi va quyosh atrofida juda ham yaxshi aylanayotgan edi va kimdir o'zining yangi vaqtning moliya vaziri rolini ijro etishda muvaffaqiyat qozonsa ham, qozonmasa ham yer o'z harakatida avvalgidek davom etaveradi. Qanday ishlar qilayotganingiz, ya'ni vaqtingizda qanday qilib unumli foydalanayotganingiz haqida ko'p vaysavermang. Atrofingizni o'rab olgan odamlar, balki butun olam har kuni vaqtlarini bilib turib bekorga sarflayotgani va shu sababdan to'laqonli yashamayotgani, yaxshi hayot kechirmayotgani haqida ko'p ham qayg'uravermang. Yaxshisi, bu haqidagi fikrlaringizni oshkor qilmang. Oxir-oqibat kuchingiz yetgani faqat o'zingizga o'zingiz g'amxo'rlik qila olish ekanini anglab yetasiz. Bu ochiq-oydin ko'rinib turgandek tuyulishi mumkin. Shunday bo'lsa ham, mana shu ochiq-oydin haqiqatni anglab yetolmay, hayotlarini o'zlari uchun tashvishga, yaqinlari uchun esa qayg'uga botirib yuboradigan darajadagi og'ir yukka aylantirib yuborganlarni bilaman. Artur har doim soat 8da kuchugini sayr qildirgani olib chiqadi va 15 kam 9da o'qishni boshlaydi. Shuning uchun masalan shu vaqt oralig'ida boshqa nimadir qilishimiz haqida o'ylab ko'rishning ham hojati yo'q, deganini o'z quloqlarim bilan eshitganman. Uning alami ovozidagi mutlaq aniqlik ohangi kishi martabasining yoki karyerasining fojiasini oshkor qiladi. Qurbon yoki shahid bo'lgan deb aslida din yo'lida vafot etgan insonlarga nisbatan aytiladi. Bu yerda yozuvchi aynan shu so'zlar bilan sifatlash orqali turmush o'rtog'ining qat'iy, buzib bo'lmas ish rejasi va dasturi uchun o'z orzulari va maqsadlaridan kechganiga, o'z hayotini u uchun qurbon qilganini urg'u bermoqchi. Shu sababli ham dasturni din sifatida ko'rishdek xatodan qochish haqida gap ketgan. Boshqa tomondan dastur bu dastur. Unga hurmat bilan muomala qilinmas ekan, o'xshamagan bir hazildan farqi qolmaydi. O'z dasturiga yoki rejasiga aynan kerakli miqdordagi hurmat bilan munosabatda bo'lish judayam ko'p yoki judayam kam bo'lmagan moslashuvchanlik bilan yashash tajribasiz bo'lganlar uchun ko'ringanicha lek oson bo'lmaydi. Ya'ni hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Ba'zan rejalaringizni to'xtatib turishingizga to'g'ri keladi, lekin bu intizomni unutib, ularga bee'tibor bo'lish yoki xohlagancha o'zgartirish kerak degani emas. Shunchaki kerakli darajada balansni ushlay olish kerakligi uqtirilmoqda. Bu esa tajribasizlar uchun ancha qiyin bo'lishi mumkin. Bizda aytib o'tirish kerak bo'lgan yana bir xatar bu shoshqaloqlik, odatning yuzaga kelishi va kishi qilmoqchi bo'lgan ishlari haqidagi o'ylarga o'ta berilib ketishidir. Bu holatda u o'zini qamoqxonadagidek his qiladi. Hayoti ortiqcha o'ziga tegishli bo'lmay qoladi. Masalan, bir kishi soat 8da kuchugini sayrga olib chiqishi mumkin, lekin bu
vaqt mobaynida sayrdan zavqlanish o'rniga 15 ta kam 9 da kitob o'qishni boshlashi va ana shu ishiga kech qolmasligi kerakligini o'ylaydi xolos. Ahyonda ataylab dasturingizdan chiqib turish muammosining yechimini topishga yordam bermaydi. Aslida barcha yomonliklar boshlovchanliksiz davom etishidan emas, dastur masalan bir kunlik tugashidan oldin hammasiga ulgurib qolish kerakligidan kelib chiqadi. Yagona yechimi dasturni yangidan ishlab chiqish va uning tarkibidagi vazifalarni bir oz bo'lsa ham kamaytirishdir. Lekin bilimga bo'lgan ishtahangiz uni nima bilan oziqlantirayotganingizga qarab ochilishi mumkin. Ya'ni qancha ko'rganingiz sari yana shuncha o'rganishni xohlayverasiz. Bir nafas ham tinch turmasdan doim harakatda bo'lishni yoqtiradigan kishilar ham bor. Ular doimiy holatdan toydiruvchi shoshqaloqlik butunlay qotib qolgandan ko'ra yaxshiroq deb bilishadi. Agar dasturingizda sizni qiynab qo'yishi mumkin bo'lsa-yu, siz uni o'zgartirishni xohlamasangiz, yagona chora bu dasturning bir qismidan ikkinchisiga o'tishdir. Masalan, Auliyo Bernard it zoti zanjirlash va kitobni ochish o'rtasidagi 5 daqiqani mutlaq aqliy sukutda o'tkazish. Boshqacha qilib aytganda, o'sha 5 daqiqani bekorga sarflayotganingizni yaxshi bilgan holda o'zingizni bundan to'xtatmaslik. Shunda vaqt yoki dasturingiz sizning ustingizdan hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymagan bo'lsa-chi? Aksincha, siz ularning ustidan hukmronsiz. Avval ham keltirib o'tganimga qaramay, yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchi bo'lgan eng so'nggi va eng katta xatar bu harakat boshlangandan so'ng yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mag'lubiyat xavfi. Buning ustida ishlash kerak. Boshlanishidayoq mag'lubiyatga uchrash to'laqonli jo'shqinlik va g'ayratga ega bo'lish istagi ustida paydo bo'lgan turtkini butunlay muammolarsiz yo'q qilish mumkin. Shuning uchun ham har qanday ehtimoliy ehtiyot choralarini ko'rib qo'yish lozim. Ana shu sizga turtki bo'lgan narsani ko'p ham siquvga olmang. Ya'ni uni chegaralardan tashqarida bo'lgan ishni bajarishga undamang. Birinchi bosqichning tezligi mumkin qadar sekin bo'lishiga yo'l qo'yib bering. Mantiqsiz darajada sekin bo'lsin, lekin bu doimiy bo'lsin. Ya'ni sekin bo'lishiga qaramasdan hech qachon harakatdan to'xtab qolmang. Ana shunda mag'lubiyat koeffitsiyenti ancha past bo'ladi. Unutmang, tomchi bardavom tomib tursa, toshni teshadi. Bir ishni bajarishga qaror qildingizmi, uning qanchalik zerikarligiga, uni qanchalik yoqtirmayotganingizga qaramasdan oxirigacha bajaring. Ana shunda bu qiyin ishni bajargandan so'ng o'zingizga nisbatan juda katta ishonch hissi hosil bo'ladi. Nihoyat, hech kim soatlaringizni band qiluvchi mashg'ulotlarni tanlayotganda eng avvalo tabiiy ishtiyoqlaringiz va qiziqishlaringizga tayaning. Falsafaning tirik ensiklopediyasi bo'lish juda ham ajoyib. Ya'ni bu fanning mutaxassisi bo'lish, lekin falsafaga emas. Jargon so'zlarning kelib chiqishiga qiziqsangiz, yaxshisi falsafani tinch qo'ying-da, o'zingiz yoqtirgan fan bilan shug'ullaning. Hamisha yodda tuting. Porloq kelajak qora o'tmishni o'chiruvchi eng yaxshi o'chirg'ichdir. Arnold Bennett. Bir kunda 24 soat yashang. Tarjimon Bintu Xayrullo. Muharrirlar Imonali Bahor Amanzoda. Musahhih Gulmira Kamol. Badiiy muharrir Shohrux Abduhalimov. Dizayner Murodilla Rahmonov. Marketing menejeri Abduqahhor Abbozov. Ovozlashtiruvchi Qobilov Javohir. E'tiboringiz uchun rahmat.